Accruals nima? Keling qisqacha ko'rib chiqamiz. Nima deb o'ylaysiz? Kompaniyalar pulli hali olmagan bo'lsa ham daromadni o'ziga tan olib qo'ysa bo'ladimi? Javob oddiy, ha bo'ladi, faqat accrual hisob usulida. Accruals o'zi nima? Accruals deganda daromad va xarajatlarni pul qachon kelib tushganiga yoki to'langaniga qarab emas, balki ular qaysi davrda ishlab topilgan yoki yuzaga kelgan bo'lsa, o'sha davrda tan olish tushuniladi. Bu accrual accounting tamoyiliga asoslanadi va mostly matching principle'iga mos tushadi. Accrual'ning ikki asosiy turi bor. Birinchisi accrued revenues, ya'ni hisoblangan daromadlar. Bu kompaniya xizmat ko'rsatgan yoki mahsulot yetkazib bergan, lekin hali to'lovi olmagan holatda yuzaga keladi. Ikkinchisi hisoblangan xarajatlar, ya'ni accrued expense. Bu kompaniya xarajat qilgan, lekin hali to'lovi amalga oshirmagan holatda yuzaga keladi. Accrued revenue, ya'ni hisoblangan daromadga misol ko'rsak, masalan, consulting kompaniyasi loyihani dekabr oyida yakunladi, ammo to'lovi yanvar oyida oldi. Accrual usulida daromadni dekabr oyida tan olinadi, chunki foydani aynan o'sha davrda ishlab topilgan. Accrued expense, ya'ni hisoblangan xarajatga kelsak, masalan, xodimlar dekabr oyida ishladi, lekin maosh yanvarda to'landi. Maosh xarajati dekabr oyida hisobga olinishi kerak, chunki xarajat aynan dekabr oyi uchun tegishli bo'lgan. Nega bu muhim degan savolga javob beradigan bo'lsak, chunki accruals va umuman accrual accounting kompaniyaning moliyaviy natijalarini aniqroq ko'rsatadi. Agar faqat naqd pul harakatini hisobga olsak, moliyaviy hisobotlar noto'g'ri tasavvur berishi mumkin. Masalan, kompaniya qarzlarini hali to'lamagan bo'lsa, u hozir yuqori foydada deb ko'rinishi mumkin. Shu sababli ham accruals quyidagilarni ta'minlaydi. Birinchisi daromad va unga bog'liq xarajatlarning mosligini, ikkinchisi moliyaviy hisobotlarda iqtisodiy haqiqat aks etishini va uchinchisi foydani to'g'ri o'lchanishini. Va hisobot davri oxirida hisoblangan daromad va xarajatlarni aks ettirish uchun adjusting journal entries, ya'ni tuzatish buxgalteriya yozuvlari kiritiladi. Xulosa qilib aytganda, pul oqimi bu shunchaki pul harakatini ko'rsatadi. Accrual accounting esa bu haqiqiy moliyaviy natijani aks ettiradi. Va aynan shu sababli accruals moliyaviy hisobotda juda muhim ahamiyatga ega. Yana shunaqa qiziqarli va foydali kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube va boshqa ijtimoiy sahifalarimizni kuzatishda davom eting.